Hozir bularni ikkalasi chiqib kelganlaridan bularni energetikasi juda ham bir-biriga yaqin-da. Qayerdan bilyapsiz? Qayerdan bilyapsiz? Men siz gapirishingizni shuncha kutib turdimda, hozir chidaysiz endi. Ikkalasini ko'rinishi yosh. Bularni ko'rinishi yosh, lekin meni yoshim katta deyaptilar, lekin qalban biologik juda ham yosh bular. Qayerdan bilyapsiz? Qizimiz o'zi ham yosh, xarakteri ham juda yosh. Detskiy siz deyapti, opa, manqa ekansiz deyapsiz. Hozir bularni rostdan ham opalar aytganlaridek, qayoqqa egilsa, shu yoqqa egilsa bo'ladi. Ha, egil degan joyingizga egil bera olaman endi sizni. Mikrofon shovasam bo'ldi deb o'ylayaptim. Keling. Plastilin. Endi Plamaster. kiyimlarini gapirdilar, men kiyimlari haqida aytmoqchi edim. Bular qandoq bo'lsam, shundoq qabul qilsin. Shunaqa kiyinish yaxshi ko'raman demoqchi. Uni demadiyu. Kiyoraman kaltarab, uzunroq bo'lsa ham dedi-yu. Qanday siz urushtirishga harakat qilyapsiz? Yarashtirishingiz kerak-ku. Xolos. O'shaning uchun bir xil sovchiga borganda sal uzun ko'ylak kiyib bor, yigitga yoqay deb boradi-yu, o'zbekchilikda. Bular aldamoqchi emaslar. Ya'ni shunaqa kiyimda yurish yaxshi ko'raman, ko'rib, bilib olgin demoqchilar. Qarang-ya, sizni dunyoyingizda shunaqadir. Biz hech ham bunaqa narsa ko'rmadik. Hech ham tan olmaymiz. Chat bilan birga. What? We're flying to Philadelphia. Oh hell no! That's hell no! Agarda rostdan yaxshi ko'rib qolsalar bularni va bularni mehrlarini, sevgisini haqiqatdan his qilsalar, bular aytganini qiladigan qiz. Bular demasdan o'g'il bola, qiz bola qilib gapiring, bo'lmasa ismini ayting. Bular kimga gapiryapsiz? Saidar Ametovani gapiryapsizmi? Ya'ni yigit nima desa, yaxshi gapirsa, ko'nglini olsa, bu qiz shu yigit nima aytsa qiladi. Shu mana yigitimiz zanjirlar taqib olganlar, juda ham zamonaviylar-da. Meni itimda ham zanjir bor, opa. Meni itim ham zamonaviymi shunda? Modniylar. Qizimiz ham kalta kiyib kelyaptilar. Bu degani bizani dunyoqarashimiz bir-biriga mos deyaptilar. Zanjir bilan yubkani pastligini dunyoqarash zamonaviy. Kim aytdi sizga kalta yubka zamonaviy deb? Qaysi dunyoyingizda siz 21-asr degan so'zlarda sizlar masna qilib fikr orasida biz 22-asrga o'tmaymiz bo'lsa. Hozir bu yigit qizi ko'rib, Muhammedova bilan turmush o'rtog'imga qaror qildim. Qarang-ya. Qarang-ya, men Amitabh Bachchan bilan Priyanka Choprani ta'sirotga ega Shunaqa chiroyli juftlik ekan. Va shunaqa bo'lasizlar. Turmush qilsanglar. Ha, endi gaplashib ko'rsalar, yana o'zlari hal qiladi, lekin bir-biri bilan chiqisha oladi. Nima gapirdingiz siz? Gaplashib ko'rsa hal bo'lishini o'zimiz ham bilardik, siz aytmasangiz ham. I am the one, the way your son don't need a gun to get